Xo'sh, navbatdagi roligimiz tayyor bo'ldi. Bu o'tiradigan sidinamizning pavoroti. Pastga bitta profil vart qilamiz. Tepaga bitta profil vart qilamiz. Pastki profil yoqqa bu yoqqa burilsa, tepadagisi ham buriladi. Yuk ustidan tushadi. Bu yerda asosiysi ko'tarib turadigan mana bu bo'ladi. Volganing usti bitsasi yerga diskasini qotirsak, usti bitsani o'rnatsak, yoqqa bu yoqqa o'ynaydi bu. Ustidan bitta profil chiqadi, G shaklida chiqadi. Nariga roligimiz unga qotadi. Ustida yana bitta profil chiqib, yoqqa bitta sidina qo'yiladi. Yoqqa bu yoqqa o'ynaydi. 4 ga 8 profildan ishlatamiz.